Assalomu alaykum akalar, juma muborak. Mana Westune B70imiz sotuvga qo'yuvdik. Mana hozir xo'p, Andijon viloyat Xonobod tumaniga nasib bo'ldi. 18700 ga baraka bo'ldi. Olganga, sotganga baraka bersa. Xo'p, navbatdagi avtomobilimiz Captiva 3. Captiva 3 da 4 bo'lgan varianti. 206 kilometr yurgan, bitta orqa kriloda pitnosi bor, holatlari yaxshi. Propan gazlari bor. Kechirasizlar, 3 ta 30 talik metan gaz. Bu yerda mana DCC dinasi joyida. 2 ta 30 talik tayda, 90 talik metan gaz ustanovka bo'lgan. Krugovoy tonirovkasiga 10 oy ruxsatnomasi bor. Xo'p. Mashinamiz $12800. Mana anatomический rollar taqilgan, mana monitorlar, holati, salon holatlari. Mashinamiz sotuvga tayyor. Kimga qiziq bo'lsa 2013 Captiva 3 da Respublikanskiy gayidan 4 ga ruxsatnomalari ham olingan. Mana Ilhom Hoji akani taniganlar, mana. Xo'p. Mashinamiz xullas sotuvda. Bu mashinamiz 12800. Pastda nomer qoldiramiz. Yoqqan bo'lsa barter qilsagan bo'laveradi. O'zbekistonda hamma viloyatga dastavka qilib yetkazsagan bo'laveradi. Marhamat. Ko'ringlar. Yomg'ir yog'ishni boshladi biz Andijonda. Mayli yog'sin, yer to'ysin, yer to'ysa el to'yadi. Mana. Bugun muborak juma. Hammaga juma muborak. Xo'p. Cherry 8 Pro, Cherry 7 Pro, plus Jetaur X90 ikili motori. Hop, bu Gentra 2023 25000 yurgan. Raskalari toza. Bitta yumshoq baloni bor. Propan gaz ustanovka bo'lgan. Kimga qiziq bo'lsa. Xo'p, puli $14500. Krugovoy tonirovkasiga ruxsatnomalari bor. Xullas mashina minishga tayyor. Mana salon holatlari. 3-qaysi. Mana lyuk. Ko'ringlar. Cherry 7 Tigo Pro'si mana 21000. Mana tayyor upakovka подарочный. $21500. Kamini qilib bersak bo'ladi. Uni $21500 ga beramiz bo'lish. Bu 2022 89.000 yurgan. Bu 7si, bu 8i. Bu Jetaur X90 Plus. Mana salon holatlari. Panorama ton 80.000 probeda. Qizig'i bu haqiqatda ikkili motorligi ish. Haqiqatda bu kamdan kam chiqqan. Kraskalari top toza. Biroq balonlar yaxshi holatda. Buni $23000 ga bersak bo'laveradi. Xo'p. Ko'ringlar. Hop. Nissan Venucci 2021 90.000 dan oshiqroq yurgan, kraskalari toza gibrid. 45 kilometr to'xta. Xullas общий 950 yuradi gibrid. Polniy bak benzin bilan. Nissan Venucci'ni 4 Fumatic, 4 balon tortadigan eng fulli. Mana.
Pioner akustika. Mana pnevma podviska, massaj 360, hamma narsasi bor. Eng full komplektatsiyasi. Puli $19.500. Kimga qiziq bo'lsa, ko'ringlar. Nissan Venucci. Bu Xitoy bilan Yaponiya совместный сборка. Mana. Mashina krugovoy tonirovkasiga ruxsatnomalari bor. Holatlari a'lo. Hurmatli obunachilarimiz va YouTube kanali kuzatuvchilari. Xo'p, mexanika korobkada mexanika minaman deganlar 2.4 mexanika korobka. Gansvetda Captiva 2. 200 mingdan oshiqroq yurgan mana kraskalari top-toza. Xullas, igmali diskalarda mashinani istara 1000. Endi salonga sayohat qilamiz. Mana 5 ta kam BMW. Mana salonlar, mana BMW rollar, mana monitor, mana mexanika korobka, 2.4 motor, mana 1 yevro reduktor, gazlar qo'yilgan. Xullas minishga tayyor. 2.4 motor Captiva 4larda chiqayotgan. Captiva 4. Holdalari 3 bo'lgan, o'zi Captiva 2. Mashinaning holati yaxshi. Xo'p, bu mashinamizni 10 ming yana bu narsa o'tib bersak bo'laveradi. Xullas, bularni ham devo mashinalarga barter 5-6 ming puli borlarga bankdan qo'yib bersak bo'laveradi. O'zbekistonda hamma viloyatga dastavka qilib yetkazsak bo'laveradi. Hurmatli obunachilarimiz va YouTube kanali kuzatuvchilari, bizdan uzoqlashmanglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Yana bir bor juma muborak. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar. Rahmat e'tibor uchun.